Allo, Alo, assalomu alaykum. vaalaykum assalom. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida istiqomat qiluvchi Ibodatxon ona siz bilan bog'landikmi? Ha, ha, Sizni bezovta qilmadikmi onajonim? ha. Biz sizni Yurakdan xatlar kanalidan bezovta qilyapmiz. Alo, Allo onajonim, bizni eshityapsizmi? ha, eshityapman. Biz sizni Yurakdan xatlar kanalidan bezovta qilyapmiz. Men olib boruvchi Gulsanamxon bo'laman. Va yaxshimisiz qizim? Rahmat onajonim. Esdalik uchun ovozimiz radio to'lqinlari orqali yozib borilmoqda. Avvalo sizni tug'ilgan kuningiz bilan muborakbod etamiz. Rahmat. Bilasizmi, sizga bir ajoyib yaqiningiz o'zini olam dilizxorlari bilan yuragidagi gaplarini bizning kanalimiz orqali sizga yetkazmoqchi bo'ldilar. Va u inson sizning yaqinlaringizdan kim bo'lishi mumkin? Kim deb taxmin qila olasiz? Albatta, qaysi biri deb taxmin qila olasiz? Albatta onajonim, to'g'ri topdingiz. Sizning mehriboningiz, jondan aziz jigarbandingiz, qizingiz Dilraboxon opa sizga barcha yaqinlaringiz nomidan tabrik yubordilar. Ilohim aytganingiz kelsin. Ilohim onajonim, keling endi shu samimiy tilaklarni sizga o'qib eshittirsam maylimi, eshitasizmi? Niyat qiling, yomon bo'lmasin. Orzu qiling, armon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta. Alloh yo'llaringizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado, aziz boshingizni asrasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Onajonim, bu mening hayotimning nurli quyoshi, mehr muhabbat manbaisiz. Siz sabr, qanoat, mehribonlik va fidoyilik timsolisiz onajonim. Siz har bir so'zingiz mehr bilan aytar, har bir ishni mehr bilan bajarasiz. Onajonim, mening eng kuchli tayanchim, eng ishonchli do'stim va eng katta ilhomimsiz. Sizning tabassumingiz uyimizning eng chiroyli bezagidir. Sizning duoyingiz esa hayotimning eng qimmatli boyligidir. Tunda oy shu'lasi yoritgan paytlar, shunda ona deya yozganman baytlar, onam bor kelmaydi sira bir dardlar, bugun volidamning tug'ilgan kuni. Ko'zlari munchog'im, yuzi oftobim, baxtli onlarga boy umr kitobim. Bu hayot yo'lida bo'lgan chirog'im, bugun volidamning tug'ilgan kuni. Tunlari uxlamay yo'lim zo'r kutgan, boshidan ne azob sinovlar o'tgan, hasratu dardlarini ichiga yutgan, bugun volidamning tug'ilgan kuni. Dunyoga keldim shodlanib onam, hammadan chiroyli o'zi yagonam, boshiga sinov kelsa ham bo'lib parvonam, bugun volidamning tug'ilgan kuni. Umringiz o'tadi ulg'aydik biz yosh. Bo'lmasin onamni ko'zlarida yosh, Diloromxon bag'riga qo'yadilar bosh, bugun volidamning tug'ilgan kuni. Bugun dilda ajib hayajon, bugun quyosh o'zgacha porlar, bugun sizni shirin orzular yana bir bor bag'riga chorlar. Aytadurlar turfa qutluvlar, umringiz go'zal baxtlarga to'lsin. Yuzda shirin tabassum ila tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Onajonim, yana bir bor payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ilohim bugungidek xursandchilik kunlarni ko'pini ko'rib yurishingizga doimo nasib qilsin. Rahmat onajonim, qizingizga o'zingizning samimiy tilaklaringiz bo'lsa, bizning kanalimiz orqali yetkazishingiz mumkin. Ha, albatta onajonim. Onlar bilan qo'shganiga qo'shma qarishsin.
ishlayapti. Ishlarini rivojini bersin qizim. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin. Orzulariga yetsin. Qani joni sog' bo'lib, salomat bo'lsin birinchi. Ilohim onajonim, aytganingiz kelsin. Sizga ham tashakkurlar bo'lsin shunday samimiy tilaklar uchun. Sizlarga farzandlaring sog' bo'lsin. Qachon qilib ishlab ko'ringlar, hammani xursand qilib. Rahmat onajonim. Yana bir bor tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat onajon.